ismim Orolxon Kempiyilov. Yaqinda IELTS'ni 8,5 oldim va Westminster litseyini tugatib, endi Gonkongdagi Lingnan universitetiga to'liq grantda o'qishga qabul qilinganman. Boshidan o'zi beginner darajadan ustozim juda zo'r ustozga tushib qolganman. O'sha speakingga urg'u qiladigan ustoz va beginnerdan o'sha speaking ham rivojlanib kelavergan. To upper intermediategacha o'sha solid speaking base bo'lgan deb o'ylaganman. Lekin mana shu overconfident juda yomon narsa. Hozirgi real balizda hech qachon o'zingizda ham aldamay, atrofdagilarni ham aldamay. 6.5 is 6.5. ChatGPT bilan juda ko'p mana shu praktik qilardim. O'sha ChatGPT is the main contributor for Band 8 for writing. O'sha SAT'da tayyorlanayotgan paytim punctuation o'rganganimdan o'sha grammatical range and accuracy oshgan. Chunki u payt I don't think like punctuation juda katta topic. Qanaqadir marafonlarda qatnashgan bo'lsam ham punctuation degan modul bo'lmasdi. Assalomu alaykum. Ismim Orolxon Kempiyilov. Yaqinda IELTS'ni 8,5 oldim va Westminster litseyini tugatib, endi Gonkongdagi Lingnan universitetiga to'liq grantda o'qishga qabul qilinganman. Shu avgust oyida o'sha yerga ketaman. Zo'r. Hozir necha yoshsiz? Necha yoshingizda IELTS 8,5 oldingiz? 17 yoshda IELTS 8,5 oldim. Adashmasam bilishim bo'yicha SAT ham topshirgansiz. SATdan balanss qanaqa bo'lgan edi? O'sha SAT 1520, IELTS 8,5, hozir o'sha skorlarim. Zo'r. Adilxon, endi ozgina exam experience bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, o'zi IELTSni necha marta topshirgansiz va aynan shu oxirgisida sectionlarda qanaqa chiqdi va bu balo siz kutganmidingiz? Exam jarayoni qanaqa ketdi o'zi? O'sha IELTS journey haqida aytib bersam bo'ladi. Birinchi o'sha ingliz tiliga kirib kelishim 2020-yil boshlangan. Keyin 14 yoshimda IELTSdan 6,5 olganman. Keyin litseyga kirish uchun menda 6,5 kerak bo'lgan. Shu 6,5 ni oldim, keyin umuman IELTS Worldsga kirmaganman. Keyin o'sha litseyga kirib, endi hammada 8 ni ko'rib, men ham o'sha 8 olaman degan niyatim bor edi. O'sha payt SATga tayyorlanishni boshladim. SATga tayyorlanib, Englishni kuchaytirdim. O'sha sentyabrda SATga boshlagan bo'lsam, dekabrda o'sha SAT 1520, keyin IELTS sразу topshirdim. O'sha payt 7,5 chiqdi. O'sha paytda o'zida writingdan 8 olganman. Keyin bo'ldi, 7,5 yetadi degan xayol bo'lgan. Lekin o'sha hammada 8, o'sha egoni fit qilish uchun o'sha avgust oyida yana 8 ga topshirganmiz. 8 olganman. Keyin o'qishga topshirganman. O'sha o'qishga kirib, bo'ldi, IELTS ga kirmayman degan xayol har doim bo'lgan. That's it. Keyin mana shu maylada o'sha IELTS blogimni yuritishni boshladim. Telegram kanal, Instagram o'sha payt Islom degan o'rtog'im IELTSdan 8,5 olgandi. O'sha qanaqa topshirding? O'sha IELTS zone yordam berdi dedi va o'sha payt IELTS zonega ikkalamiz borganmiz. U meni olib kelgan. O'sha payt administratsiya bilan gaplashib, Jo'rabek Aliboyevni bizni ustozimiz qilishdi va o'sha paytdan beri individual tarzda o'sha IELTS ga tayyorlanganmiz. O'sha challenge nomi o'zi Band 9 challenge bo'lgan, lekin hozircha that's still a goal. Endi oxirgi ekzamingiz bo'yicha siz 9 kutgansiz katta ehtimol. Ekzam jarayoni qanaqa ketdi va nima yetmay qoldi 9 ga? O'sha ekzamdan oldin 9 kutganman, lekin ekzamdan keyin o'sha 9 ga shanslarim o'zim sezdim. Har bir odamda o'zida ekzamdan keyin taassurotli bo'ladi. Va o'sha payt ekzamda listening reading qismlarida juda perfectionism effect qildi meni. Exam anxiety boshlangan, o'shanga listeningda 2 ta xato, readingda 3 ta xato ketgan. Lekin writing bilan speakingim, writing yaxshi chiqdi. Writingda o'sha task 1 hammasi 8, taskga esa bitta 9, 3 ta 8, overall 8 bo'ldi, lekin bitta o'sha writingdan 9 bo'lganda 8,5 chiqardi. Speaking bilan ham shunaqa narsa, bitta 9 fluency bilan coherence ga qo'yishdi, qolgan 3 tasiga 8. O'sha examda o'zim feel qildim, performance yetmaganiga, o'sha keyingi examlarda 9 ga harakat qilamiz. Umumiy sectionlar bitta eslatib ketadigan bo'lsa, 8,5 chiqqanda sectionlar qanaqa chiqqan edi? O'sha 8,5, listening, reading 8,5 va writing bilan speaking 8. Juda ham zo'r natija, zo'r. Ingliz tilini o'rganish va IELTS ga tayyorlanishda o'zi qanaqadir qiyinchiliklar bo'lganmi? Qiyinchiliklar albatta bo'lgan. Birinchi marta tayyorlanayotgan paytim o'sha boshidan o'zi beginner darajadan ustozim juda zo'r ustozga tushib qolganman. O'sha speakingga urg'u qiladigan ustoz va beginnerdan o'sha speaking ham rivojlanib kelavergan. To upper intermediategacha o'sha solid speaking base bo'lgan deb o'ylaganman va o'shanaqa bo'lgan ham. Lekin o'sha IELTS formatga to'g'ri kelmagan. Chunki men tez gapirganman va qanaqadir topic specific vocabulary emas, balkim prosta gapirish juda suv bo'lgan speakingda o'sha narsani to'g'rilashga harakat qilganman. O'sha payt juda katta qiyinchilik bo'lgan. Ikkinchisi o'sha overconfidence, o'sha 6,5 olishdan oldin ham
I'm gonna get 8, it's gonna get so hyped, IELTS band 8 at 14 degan narsa qayoqdan o'tgan. Lekin mana shu overconfident juda yomon narsa. Hozirgi real ballingizda hech qachon o'zingizni ham aldamang, atrofdagilarni ham aldamang. 6.5 is the 6.5. You are not a band 8 candidate. Keyin o'sha overconfidence yengish juda katta mana shu hozirgi darajamga sabab bo'lgan. Emotsional tomondanchi? Ya'ni qaysidir joyda o'smayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni siz 8 xohlaysiz, praktiklarda 6.5 chiqyapti. Yoki qaysidir joylarda bilmadim, umuman o'qigingiz kelmaydi, dars qilgingiz kelmayotgan. Ya'ni emotsional tomondan qanaqadir qiyinchilik bo'lganmi? O'sha emotsional tomondan gapiradigan bo'lsak, menda hech qachon mana shu IELTS goal bo'lmagan. Chunki IELTS olaman, boshqa o'sha maqsadlarga o'tib ketaman. Va, например, IELTS oldimmi, pauza ushlayman. To'xta, SAT bor hali. To'xta, mana bitta application process bor. Va o'sha payt IELTS oldimmi, and my next IELTS is gonna be like at least yarim yildan keyin. Вот, o'shanaqa narsa. Sekin mana shu payt, mana shu oralig'ida General Englishga urg'u berib, IELTS dan o'sha paytga kelganda ko'p tayyorlamasdan o'sha kattaroq ballga harakat qilardim. Zo'r. O'zi ingliz tilini nima uchun o'rganishni boshlagansiz? Qanaqa bir sabab bo'lgan yoki kimdir undaganmi? Onam undaganlar. O'sha davay salam ingliz tiliga bor. O'zi kech boshlaganman deb o'ylayman, 7-sinfda. Lekin o'sha payt it was a really perfect moment to start. O'sha 7-sinfda o'sha g'oya bor, o'sha ingliz tili kerak, nima uchun? Universitet kerak bo'ladi. Shunaqa seriyozno olib, o'sha paytdan o'sha tayyorlanganman. Juda ham zo'r. Endi shu tayyorlanayotgan jarayoningiz, ya'ni journey haqida ozgina gaplashadigan bo'lsak, ko'proq menimcha oxirgi payt haqida gaplashganimiz yaxshiroq, ya'ni shu IELTS 8.5 gacha bo'lgan davr mobaynida. Asosan o'zi nimalar qilgansiz, kun tartibingiz qanaqa bo'lgan, necha soat dars qilardingiz? O'zi, again, overconfidence haqida gaplashamiz. Chunki o'ylayman, I'm a band 9 candidate. Islomga ham aytaman, Islam is like my partner in crime in this band 9 challenge. O'zimga aytaman, I'm a band 9 candidate deyman. Lekin o'sha payt listening reading umuman tayyorlanmaganman, chunki band 9 olaman, spokойно, that's not a problem for me degan xayol bo'lgan. Va 8.5 ikkalasida ham that was like men yerga tushirgan mana shu narsa. Hozir mana shu listening readingga ham urg'u beraman. Writing and speaking keladigan bo'lsa, o'sha speakingga Jo'rabek Aliboyev juda katta hissa qo'shganlar. Mana shu IELTS zonga kelishning maqsadi o'zi mana shu writing 8 ham olganman, listening reading ham mo'klada 9 ko'rganman. That was like fed my ego. Lekin mana shu speakingdan hech qachon 9 ko'rmaganman. Mana shu 9 olmasang speakingdan bo'ldi. 9 overall band 9 is literally impossible. O'sha IELTS zonga kelganmiz, Islom bilan administratsiya Komil aka bilan gaplashib bizga aytdi, mana shunaqa speaking o'rgatadigan ustoz kerak. Va o'sha Jo'rabek Aliboyev bilan deyarli 1 oy davomida har kuni meetup qilib, o'sha speakingga faqat speaking dedicated session qilganmiz. O'sha speaking topshirib 8 oldim. But we don't stop. There is like a band 9 goal yet. Aynan speakingdan 8 olgansiz. Speakingdan 8, lekin overall 8.5 chiqqan. Kunimni 2 qismga bo'lardim. Ertalab writing, keyin kechqurun mana shu obeddan keyin speakingga bo'lardim. Writingni faqat o'zim qilardim. O'sha writingga gapiradigan bo'lsa, o'zim bitta topik olardim, yoki ChatGPT berardi, o'sha topik haqida yozardim. O'zimdan anaqa Islom o'rgatgan bitta struktura bor, 3 ta paragraf yozish. O'sha gold mine deb o'ylayman, o'sha IELTS writingni 8 olish uchun va o'sha strukturaga o'xshab yozardim, sample va o'sha ChatGPT ga tashirdim. ChatGPT ga prompt yozardim, mana shunaqa critical bo'lgan, mana shu band 9 ga tayyorlanaman. O'shanga menga tipa flat ruhmaganda, balkim o'sha real score'imni aytgan. O'sha payt birinchi o'qiyotganda 7 qo'ygan. O'sha payt reально down to earth o'sha payt praktik qilganman. Keyin o'sha 8.5 ko'rish boshlagandan ChatGPT dan o'sha dusha spokойно. ChatGPT dan, например, bitta qo'yarmidi skor va o'sha band 9 sample ber deganimda o'sha band 12 sample bera oladi. Chunki unaqa mukammal darajada I don't think like a human being can write like that. Va o'sha payt qarayirdim topic specific vocabulary, qanaqa structure ishlatyapti, qanaqa grammatical strukturalar beryapti. Va o'sha narsani olib o'zimning estilarimga rewrite qilganman. O'sha eng juda muhim narsa o'sha rewrite qilish. Speaking keladigan bo'lsa, obeddan keyin speaking Islom bilan bonda ko'rishardik. Islom, davay mana shu part 1 o'sha normalniy. Davay part 2 qilamiz. Keyin part 3 ga o'tamiz. O'sha part 2 qilib, o'zim bir-birimizga feedback berib, keyin o'sha soat kechga qarab darsimiz boshlanar Jo'rabek aka bilan
va shunaqa tayyorlanganmiz. O'zi rezultatni olganda qanaqadir reaksiya bo'lganmi yo bu kutganingizdan pastroq bo'lgani uchun aniq reaksiya bo'lmagan? Bu bo'yicha so'raymi, ya'ni o'zingiz qanaqa his qilgansiz? Examdan chiqib, o'sha bitta o'rtog'imdan topshirganman, aytganman, that's not a bad 9. O'sha 8.5 ham kutmagandim, chunki o'zimda такой perfeksionizm bo'lgani uchun o'sha давай опять 8 olaman, ya'ni tayyorlanaman. O'sha payt o'sha 9 ga harakat qilganman. O'shanga ham uncha kutmaganman. Ko'p o'rtalarim juda ham kutgan, atrofdagilar. Lekin o'sha давай bitta reaction video qilamiz. O'sha reaction video такой уже habit bo'lib qolgan, либо bitta milestone yoki qanaqadir admission letter ochayotganimda regardless of the decision, I'm doing a reaction video just for memories. Ko'p rejectionlar mana shu yil yegan bo'lsam, o'sha American universitylardan har bittasiga manda rejection videolar bor. They're like for memories. O'sha davay IELTS ham olamiz, nima bo'lsa ham. Ochonman, chunki 8 kutmaganman. But 8.5 is also an update for my score. Undan oldin 8 bo'lgan. That's also I would be happy for 8.5. O'sha 8.5 ochonman, reaction videoda like I'm surprised. O'sha payt tako juda tako va o'sha payt ochib, sразу bitta o'rtog'imga tashlaganman, u ham xursand, keyin Islomga tashlaganman, ustozlarga. И вот, shunaqa planlar qilganmiz keyin. Zo'r. Xo'p, endi menimcha o'sha har bitta section bo'yicha ozgina gaplashsak bo'ladi. Ya'ni birinchi shu listening bilan boshlaydigan bo'lsak, hozir aytdingiz listening reading overconfidence bo'lgan. Bu overconfidence ham menimcha o'zidan o'zi kelmaydi. Bu odatda ko'p mehnat qilgan bolalar qaysi darajaga kelgandan keyin o'sha overconfidence boshlanadi. Ungacha lekin mehnati bo'ladi o'zi odatda. Sizda listening reading qanaqa qilib shu darajada yuqori darajaga chiqib qolganki, o'sha dars qilmasdan turib ham o'sha 8.5-9 bemalol. Ya'ni nimalar qilgansiz va nimalar qilishni maslahat bergan bo'lasiz? O'sha Englishga exposure bo'lgan. Nafaqat IELTS, balkim o'sha nativelar bilan gaplashish, mana Westda juda ko'p nativelar bor, o'shalar bilan ko'p gaplashardik. Undan tashqari bu not passive but active listening to podcasts, not for English but for just for knowledge. Chunki ularda mana bu Huberman Lab, The Diary of CEO podkastda eshitdim. Shu IELTS 9 olish emas, o'sha kelajakda men katta biznesmen bo'lganimda mana shunaqa insight bor, bularning experience bor, ishlashga harakat qilardim va o'shanaqa ketib compound growth bo'lgan. That's what contributed most to listening. Reading ham shunaqa istoriya. Reading o'sha IELTS ga tayyorlanmaslik, balkim o'sha just read for yourself. Chunki reading has tremendous benefits beyond IELTS. New York Timesga podpiskam bo'lardi, o'sha newslarni o'qib o'tirardim. Lekin o'sha baribir kitoblar, мне кажется, yaxshiroq. Chunki kitob o'qiyotganingizda o'sha main idea bo'ladi, o'sha main ideaga har bitta yangi insight backup qilaveradi. Bu nafaqat o'sha reading comprehension, o'zingizda takoy mindsetingizga ham yaxshi ta'sir qiladi. Jam zo'r. Endi writing o'tadigan bo'lsak, writing o'zi odatda ko'pchilik uchun eng qiyin section hisoblanadi. Lekin sizda writingdan ham 8 ball bo'lgan ekan. Bu juda ham zo'r ball. Aynan nimalar qilgansiz? O'zi qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan? Qanaqa menga o'tgansiz? Writing oshirish uchun nimalar qilgansiz? O'sha writingni oshirish uchun birinchi marta 8 olganimda I don't think I deserved it. Chunki 7.5 olgan paytim 8 is like unique. Chunki 7.5 listening, 7.5 reading, 8 writing, 7 speaking qo'ygan. O'sha payt 8 writing eng katta skorim bo'lgan. I didn't deserve that. Lekin o'sha paytdan qarasam, reflect qilsam, Paul and Colin Task 2 kitobiga Task 2 kitobini tugatganman. ChatGPT bilan juda ko'p mana shunaqa praktik qilardim. O'sha ChatGPT is the main contributor for Band 8 for writing. Chunki o'sha ChatGPT Premium oldingmi, I don't think you need any other teacher. O'sha yaxshi, to'g'ri joyda ishlata olsang, I think Band 8 is the least you can get with the right practice. Aytib o'tganimdek, o'sha prompt o'zingiz yozasiz, keyin ChatGPTdan Band 9 sample so'raysiz, keyin o'sha Band 9 sampledan takoy strukturalarni olib, o'zingiz rewrite qilsangiz, I think it will be beneficial. Zo'r. Lekin men o'ylayapman, menimcha bu texnikani qo'llaganingizda ham katta ehtimol darajangiz o'sha 7.5, 8, menimcha 7 dan keyin qo'llagansiz. O'sha ham to'g'ri deb o'ylayman. Ko'pchilik men o'zimda ham bo'lgan bu narsa 5.5, 6.5 atrofida qotib qoladi-da, 7 ga chiqish juda ham qiyin bo'lib ketadi. Aynan shu 5.5, 6.5 atrofida qotib turgan kandidatlar uchun, tanlayotganlar uchun nima maslahat bergan bo'lardingiz aynan writing uchun? O'zi birinchi marta IELTS topshirganda 6.5 olganimda 6 bo'lgan writing. O'sha essaylarim haligacha bor, o'qib turaman. O'sha ustozim tashlab turgan. O'qiyman. That was a band 6.
И hozir difference ham ayta olmayman, qanaqa nima qilganman. В первую очередь mana shu general Englishga urg'u berib, ideani to'liq rivojlantirishga harakat qilish kerak. O'sha SATda tayyorlanayotgan paytim punctuation o'rganganimdan o'sha grammatical range and accuracy oshgan. Chunki u payt I don't think like punctuation juda katta topic. Qanaqadir marafonlarda qatnashgan bo'lsam ham punctuation degan modul bo'lmasdi va o'shanga punctuation o'rganinglar and basic like general English. Shu general English o'zi writingingizni ancha oshirib olgan. Zo'r, juda ham zo'r. Speaking bo'yicha-chi endi speaking 8 va speakingdan oldin qiynalgan bo'lgansiz va eng pasti bo'lgan speaking. Bu yerda ikkitaga bo'lsak bo'ladi, ya'ni 7 gacha va 7 dan u yog'iga. Shunaqa olsak bo'ladi menimcha, ya'ni 7 ga chiqishingizga aynan nimalar qilgansiz, nimalar yordam bergan va keyin 7 dan 8 ga olib chiqishingizga nimalar yordam bergan. Men o'ylashim bo'yicha o'sha beginnerdan boshlab speakingga gapirib kelsa, o'sha upper intermediate ga kelib, spokon 7 oladigan kandidat bo'lsa bo'ladi. Lekin o'sha upper intermediate ga kelib, speaking 7 ga chiqa olmaydiganlarga maslahat, ko'proq gaplashib, speak as much as you can because lekin speaking charchatadi-yu, lekin mana shu speaking partneringiz bo'lsa, o'sha speaking partner bilan такой daily challenge qo'ysa, например, давай bugun vocabulary for IELTS mana shu topic haqida, mana shu 5 ta topic haqida topic specific vocabulary olib, o'sha part 2, part 3 haqida gaplashamiz. Bir-birimizga feedback beramiz. Bitta narsa yana Wing Jiang degan odam bor. Inson hozir Amerikada juda ham mashhur, o'sha public speaking bo'yicha hammani tayyorlaydi. Juda world liderlarni ham tayyorlaydi. O'sha bitta podkastda zo'r narsa aytgan. To improve your public speaking, you need to first record yourself 5-minute. You need to first record your 5-minute video about any topic. O'sha 5 minut o'sha bitta topic haqida olasiz. Birinchi o'sha eshitishdan oldin videoni audioni o'chirib eshitasiz. You reflect on the body language you have. Qanaqa mimikalar qilyapsizmi, kulyapsizmi o'zi. Keyin o'sha videoni o'chirib audioni eshitasiz. O'sha audioni eshitayotganda qanaqadir mistaklaringiz bormi yoki bitta so'zni ko'proq repeat qilyapsizmi? O'sha articulate bo'lishga menga кажется yordam beradi. O'sha keyin mana shu transcribe qilasiz har bitta audiodagi so'zlar va o'shani ChatGPT ga tiqorsangiz bo'ladi. O'sha ChatGPT tell me about the problems that I have in my speaking, what can I improve? Bu ham lekin o'sha 7 dan keyin, o'sha 7 gacha menga кажется qilsa, I think that can yield some benefits. 7 dan keyin menga кажется mana shu topic specific vocabulary yodlash is regardless of the level. Menda ham hozir shunaqa problema-da, o'sha topic specific, любой bitta topikka gaplashib ketavera olmayman. Gaplashib ketaman, lekin o'sha basic so'zlar, o'sha active lexiconda bor so'zlar juda basic, o'sha topic specific vocabulary yodlagan juda foydali. O'shanga ham I believe o'sha topic specific vocabulary qarash kerak. Juda ham zo'r. Adilxon, endi shuni bitta umumiylashtiradigan bo'lsak, o'zi odatda ko'pchilik kandidatlar shu 5,5, 6,5 atrofida bo'ladi darajalari va juda ham ko'p aynan mana shu darajada qotib qolishadi va qiynalishadi deb o'ylayman. Aynan ularga nima maslahatlar bergan bo'larsiz umumiy qilib aytganda? Qiyinchilik bo'lganda nima qilishligingiz kerak yoki o'zi ko'proq qanaqa metodlardan foydalanishingiz kerak? O'ylashim bo'yicha IELTS juda overcomplicate qo'ramizda, lekin o'sha IELTS 7 can be achieved in a matter of 1 to 2 months with dedicated practice. Writing bu sistema. Introduction yozishni o'rganasan, keyin conclusion'da ham o'shanaqa o'rganasan, body paragraph polni develop qilishni o'rganasan, that's it. O'sha narsani practice qilaverasan. Bitta theory, keyin practice. Speaking keladigan bo'lsa, menga qarashsa o'sha partnyoringiz yoki ustozingizdan yordam olgan yaxshi, chunki third party perspective o'zingizni takoy flowlaringizni ko'rib turadi. Chunki biz har doim o'zimiz uchun takoy idealmiz, mukammalmiz va o'shanga o'rtog'ingiz yoki ustozingiz sizga kerak. Adilxon, shunchalik zo'r natijalarga erishibsiz. IELTS 8,5, SAT 1520 va yaxshi universitetga kirgansiz. Endi bu yog'iga nimalarni planlashtiryapsiz? 2,5 oydan keyin Gonkongga uchib ketaman. O'sha Lingnan universitetida to'liq grantda o'qishga. U yerda hozir major international affairs o'qib qolgan, lekin sekin o'ylayapman shu international affairsga qiziqishim o'chgan. O'sha marketingga, mana shu digital marketingga juda qiziqib qolman hozir. IELTSdan blok yurityapman, Telegramdan ham blok yurityapman va o'sha narsani scale qilishga harakat qilaman. O'sha yerga borib, menga qarashsa o'sha marketing o'qishni boshlayman va o'sha yerda yaxshi specialist bo'lib, o'sha yig'ayotgan knowledge'imni real world application qilaman. Juda ham zo'r.
Adilxon o'zingiz aytdingiz, ya'ni aynan speakingda muammolaringiz bo'lganda IELTS zonni tanlagansiz va bunga o'sha do'stingiz ko'proq sizni tavsiya qilgan. Aynan o'shanda o'zi IELTS zone yoqqanmi sizga? Qanaqa protsess ketgan? O'zi aynan nimasi yoqqan IELTS zone? O'sha IELTS zone juda hissasi katta emas, shu 8,5 olishimga, ayniqsa speakingga. Kelganimda juda katta flowlar bo'lardi speakingda, o'zim ham sezardim. O'sha pronunciation, intonation rise, intonation low va ustozim o'sha Mr. Jo'rabek Aliboyev shu narsani menga identify qilib berdi. O'sha narsada biz 1 oy davomida ishladik va shunaqa darajaga erishdik. O'sha IELTS zonda 10 ta ninerni ko'rib, biz ham shunga intilyapmiz. O'sha 8,5 is not the end point, it's just a starting point. Hali 9 olishga harakat qilamiz. Juda ham zo'r. Adilxon, kattakon rahmat bugungi ulashgan insightlaringiz uchun. Yana bir bor tabriklaymiz shunaqa yuqori natija bilan va bu yog'iga faqat omad tilaymiz. Bu faqat boshlanishi bo'lsin. Shu o'zingizning rejalaringizga yetishingizni etish nasib qilsin. Kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Sizga rahmat.